mebel texnikalari bilan bunaqa arzon uy topa olmaysan. Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Biz Zangiotga kelganmiz. Zangiota ziyoratgohidan 2 kilometr tepaga chiqqanda mana shunaqa tinch mahalla bor ekan. Shu yerda 2-3 sotuvli 6 xonali, mana shu 2 etajli cho'tki uchastkani hozir obzor mana hovlimizning ko'rinishi. Darvozaxonaga ikkita mashina bemalol sig'adi. Ziloniy zona, bu yerda ko'chada sanuzel, bu yerda podolimiz bor, kiraverishimiz bilan. Bu yerda bitta spalni, bu yerda oshxona, ayol o'tirgan ekan, omadik. Bu yerda sanuzel, ikkinchi etajga chiqadi. Bu yerda zal, zal remontini qaranglar. Remont mebel texnikalari bilan hamma narsasi qoladi. Ikkinchi etajga chiqib ko'rsataman sizlarga. Ikkinchi etajga chiqqanimizda bu yerda zal, orqada ikkita spalni, bu yerda yana spalni. Bu zal ishlatsak bo'ladi. Hamma yoq to'pli pol. To'pli pol qilingan. Radiator ham bor, to'pli pol ham bor. Bu yerda spalni, bu yerda yana bitta spalni. Sanuzeli ham bor bu yerda. Bu yerda yana bitta spalni, o'zini sanuzeli bor bu yerda. Bu xonadonimizni 117 ming narxladik. Mebel texnika, konditsioner, to'pli pol, 6 ta xona, 4 ta sanuzel, bittasi ko'chada. Oshxona va oshxona tegi celый podvol. Hovliga ikkita mashina bemalol sig'adi. Ziloniy zonasi ham bor. Havosi ham вообще toza. Baraka qilib yuboringlar.